Amerikalik trak haydovchilari orasida eng ko'p seviladigan, hurmat qilinadigan, sotiladigan trak bu Peterbilt. Nimaga? Amerikans trak haydovchilari orasida Peterbiltni mashhurligi bunaqangi baland hisoblanadi. Birinchi sababi bu mustahkamligi va sifati. Shuning uchun ham bu traklar uzoq vaqt xizmat qiladi va temirlari ham juda ham baquvvat hisoblanadi. Ikkinchi eng katta plyusi bu ularni yuragi, ya'ni kuchli va ishonchli motori hisoblanadi. Bu traklar Cummins X15 va Packard MX13 motorlari bilan jihozlangan. Bu motorlar bo'lsa hamma trakchilarga juda ham yoqadi. Uchinchi eng ajralib turadigan plyusi bu American Style, ya'ni uni tashqi ko'rinishi. Haqiqiy amerikanskiy trak deganda hamma odam menimcha shu Peterbilt tushunsa kerak. Peterbilt 389, 379 bo'lsa, Amerikaning haqiqiy legendarniy traklari hisoblanadi. Long hood dizayni bo'lsa, ularga qo'shimchasiga tuning qilish imkoniyatini yaratib beradi. Yana qo'shimchasiga amerikanslar bu traklarni o'zini uyi sifatida ham ishlatadi. Ham yashaydi, ham yuk tashiydi, ham soqqasini qiladi. Agar bu trak sizlarga ham yoqqan bo'lsa, videoga like ayamang. Logistika to'g'risida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.